Tillani qimmat olyapti aka, mana shu tilla tishni ham olasizmi? Конечно olamiz aka, tilla tishi oddiy tillalarga nisbatan qimmatroq hisoblanadi. Yo'q, qimmatroq ham bo'ladi mana shu. Rosa ko'p ekan, aka. Aka, pul kerak bo'lib qoldi. Nechta odam tishi bor aka? Bitta odamniki aka? Yo'q, hammasi tilla bo'lgan ekan. Lekin yaxshi qilsiz aka, tozalatib olib kelib, ichida ko'pchilik musori bilan olib keladi, tozalangani bizga ma'qulroq. Xo'p. Aka qarang, tilla tishingizni 1 grammini men sizga 1281 chiqibdi, men undan og'irroq chiqadi o'ylam. Xo'p qarang, tilla tishingiz 1 grammini 1,5 milliondan qilib beraman aka. 1,5 milliondan deysizmi? 1,5 million. Yo'q, mana bunaqada necha pul turadi bu? Bundan ham qimmatmi aka? Ha, 19 million 215 ming bo'ldi tilla tishingiz. Buni qarang aka, tilla tishi tarkibida 80% dan 90% gacha tilla bo'ladi-da. O'shani hisobiga balandroq aka. 800 pro, 850 pro, 900 pro chiqadi. Bular 583, 58.3% tilla bor tarkibida. 585 da 58.5% tilla bor. Bularni ham qimmat olib qo'yamiz ekan. Tarkibi tillasi kamroq bo'lganiga bularni 1 million 50 mingdan 1 million 100 gacha olamiz bugungi kunda. Tilla tishi 1,5 milliondan qoldi. Bo'ldi aka, menga to'g'ri keladi. Hozir sanab berasizmi yo ozgina kutish kerakmi? Yo'q aka, naqd beraman. Rozimisiz? 19 million 215 mingga. 19300 qiling aytsa-bir. Qimmat hisoblagandim aka. Mayli, sizga 19300 qilib beraman. Xo'p, qarang mana bu yerda 10 million. Xo'p, men sizdan 700 ming so'm olib qo'ysam 9 million 100 ming. Mana aka, bemalol qanaqa olasiz? Ishto'g'ri. Bo'ldi aka, ishonaman. Kelishgandim dedim. O'z tanishlarim aytdi, qimmat oladi deb, rostdan qimmat olarkansiz. Yana ham qimmatroq hisoblab beramiz aka. Xizmat bo'lsa shu yerdamiz. Agar sizlarning ham shunaqa tilla tishinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi domenga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue to'g'ridan.